Agar siz tadbirkor bo'lib o'z mahsulotingizni onlayn ham sotadigan bo'lsangiz, bilingki, sizga messenjerlar orqali yoki qo'ng'iroqlar orqali murojaat qilgan mijozlarga mahsulotingizni ta'rifini mijoz uchun tushunarli bayon qilishingiz kerak bo'ladi. Sababi mijozga qo'liga mahsulotingiz yetib borgandan so'ng mijoz tasavvur qilganidek mahsulot bo'lmaydigan bo'lsa, uni qaytarib yuborishligi yoki bo'lmasam o'rtada kelishmovchiliklar chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa bu o'lchamlarda juda muhim. Sababi siz deylik onlayn murojaat qilgan mijozlarga millimetrda o'lchamlarni tushuntiradigan bo'lsangiz, mijoz santimetrda tushunib qolishi mumkin. Mumkin shunaqa holatlar, sababi hozir jamiyatning ichida maktab fanlarini da hatto o'zlashtirmaganlari yoki anchadan beri o'lchamlarga ishi tushmaganligi uchun sizning so'zlaringiz tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Ha, hozirgi kunda rasmga olib jo'natib yuborasan bo'ldi-da. Yo'q, suratlarda ham hattoki realdagidek ko'rinmasligi mumkin. Bir misol aytaman. Misol uchun yo'l setkalarini katagi 10 ga 10 santimetrda bo'ladi va qush qafaslarini deylik kataklari 10 ga 10 millimetrda bo'ladi. Ammo suratlarda bu ikkisi bir xildek ko'rinib turibdi go'yo. Shuning uchun eng to'g'ri bayon qilishlik, ya'ni o'lchamlarni eng to'g'ri usulda bayon qilishlik, bu ommatan xalqqa ma'lum bo'lgan predmetlarga o'lchamlarni qiyoslashlik bilan bo'ladi. Qiyoslashlik qanday bo'ladi? Misol uchun deylik, mana bu Yevrosetkaning simining qatorini oralig'i bir gugurt qutining uzunasi bilan bir xil. Gugurt qutining o'lchami hamma uchun ma'lum narsa. Va yana misol uchun mana bu prosechka setkaning katagining o'lchami bir o'rik danagidek. O'rik danagi ham hamma omma uchun ma'lum o'lchamdagi predmetdir. Va bu bayon qilish yo'li ulamolarning tutgan yo'llariki, ular ommatan xalqqa masalalar tushunarli bo'lishligi uchun predmetlarga qiyoslagan holatda ba'zi narsalarni bayon qilishgan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 1 dirham, ya'ni tangadek miqdordagi najosatning avf bo'lishi. Yana bir miqdorki, hayit kuni quyosh chiqib 2 nayza miqdorida ko'tarilgandan so'ng hayit namozining vaqti kirishi va hokazo shunga o'xshash masalalar. Tilingiz burro, so'zingiz tushunarli va asosiysi rost bo'lsin.